blogerlar bilan qanaqa qilib to'g'ri ishlash mumkin? Hop, ko'pchilik o'zi bloger bilan ishlayotganda o'ylaydiki, bitta stories olsam yoki bitta reels olsam, sotib olaman, brendim, biznesim uchib ketadi, yurib ketadi deb o'ylashadi. Lekin bu narsa katta xato. Bir martalik reklama sizga hech qachon effekt bermaydi. Nimaga televizorga qayta reklama berishadi? Kerak bo'lsa, kuchli, taniqli brendlar ham qayta reklama. Chunki reklamaning maqsadi odamlarga eslatib turish. Hech bo'lmaganda siz bloger bilan ishlayapsizmi, bir kunini oling storiesda. Bir kunning ichida siz stories paragraf yozib bering. Men misol uchun umuman boshqa mavzudan olib kelib turib, sizni mahsulotingizni o'zini yaqiniga reklama qilayotgandek reklama qilib berish kerak. Bir marta siz mana mahsulotni mana bunaqa summada olishingiz mumkin, meni promo kodim yozsanglar mana bunaqa summaga qilib berishar ekan deyishi, bu sotuvni katta darajada o'zgarishiga ta'sir qilmaydi. Lekin siz bir kunni olib turib, bir kunlik hayotini shu mahsulotingizga bog'lab beradigan bo'lsangiz, o'sha bo'yicha stories qo'yib beradigan bo'lsa, kerak bo'lsa 2-3 xlab sizga yaxshiroq effekt beradi. SMM bo'yicha eng foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.